Men paxtachilik klasteri agronomiman. O'tgan yili 1000 gektarlik dalamizning 440 gektarida tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qildik. Erishilgan natija esa bizni xursand qildi. Keling, solishtirish uchun sizga egatlab sug'orilayotgan birinchi dala hamda tomchilatib sug'orilayotgan ikkinchi dalamizni ko'rsataman. Birinchidan, egatlab sug'organda kartani bir maromda to'liq sug'orishning imkoni yo'q. Tomchilatib sug'organda esa karta kontur bo'yicha to'liq va juda tez sug'oriladi. Ikkinchi dalada har bir gektardan 3200 kub metr suv techadik. 440 gektarlik maydonimizni bir vaqtning o'zida ham sug'ordik, ham o'g'itladik. Sug'orish bilan bir kishi band bo'ldi xolos. Barchasi birgina tugmani bosish bilan bajariladi. Suv kartaning eng boshidan eng oxirigacha bir xil me'yorda yetib bordi. Ikkinchidan, g'o'zalarning bo'yiga qarasangiz, ikkinchi daladagi g'o'zalar birinchi daladagidan ko'ra ancha baland. Har ikki dala ham bir paytda ekilgan. Hamma agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida va bir xilda amalga oshirilgan. Egatlab sug'orilgan daladagi tuplarda ko'saklar soni 9-10 ta, tomchilatish joriy qilingan maydonda esa 20-30 taga yetdi. Oddiy chanoqdagi chigit sonini sanasangiz, birinchi daladagi paxtalarda bitta chanoqda 7-8 ta chigit, ikkinchi dalada esa har bir chanoqda chigit soni 9-10 ta. Uchinchidan, tizimning qumli va diskli filtrlari loyqa suvni tozalab tindirib berishga katta yordam beradi. Tomizgichlardagi toza hamda minerallarga boy suv paxta tomiriga quvvat beradi. Begona o'tlarning urug'lari dalaga yetib kelishi esa 99% ga kamayadi. To'rtinchidan, bizning tuprog'imizda mikroelementlar yetishmaydi. Yuqori hosil olish qiyin. Dorilashning o'ziga 10-15 kishi ovora bo'lardi. O'g'itlar notekis sepilardi va ko'pi uval bo'lardi. Lekin tomchilatib sug'orish texnologiyasi bu muammomizga ham yechim bo'ldi. Mikroelementlarni ekinlarning to'g'ridan-to'g'ri ildiziga berdik. Ha, darvoqe, ikkinchi dalamizga, birinchi dalamizga ishlatgan o'g'itning yarmini ham ishlatmadik. Dori va o'g'itlarning o'zida har bir gektardan 800 ming so'mgacha mablag' tejadik. Birinchi dalamizda hosildorlik 31-32 sentnerni, ikkinchi dalamizda esa 55-60 sentnerni tashkil qilmoqda. Kelajak uchun suvni asrang.